Biz yangi ochilgan Mohriddin osh markaziga keldik. Yangi ochilgan bo'lishiga qaramasdan odam ko'p, talabalardan tortib qorni katta boy akalargacha shu yerda. 2 qavatli ovqatlanish maskani atmosferasi esa alohida mavzu. O'zbekona imijga shu darajada ahamiyat berilganki, girgittonlarning kiyimidan tortib qandillargacha milliy ruh beruvchi matolar ishlatilgan. Musiqaga esa mana bu kuy tanlangan. Bizga ikkinchi qavatdan shundoqqina atrofni kuzatib tursa bo'ladigan stoldan joy qilib berishdi. Bitta to'y oshi, bitta achchiq osh, yoniga bahor salati, achchiq-chuchuk, non va albatta ko'k choy aytdik. Taomlar xilma-xilligi esa faqat bu bilan cheklanmagan. Siz bu yerga kelib, 2 xil osh, qiyma, moljaz, qo'yjaz, tovuqli va tovuq qanotli kaboblar, go'shtli, kartoshkali va tovuqli somsa, turli xil shirinliklar va undan tashqari muzqaymoq ham yeb ketishingiz mumkin. Oilaviy keladiganlar uchun esa bolalar maydonchasi ham ochib qo'yishibdi. Biz esa oshga qaytamiz. Bizga o'xshab oila bilan kelsanglar, erga shirin, xotinga achchiq osh olaverasizlar. Achchiq bilan zahar kelishib ketaveradi yoki achchiqni achchiq kesadimi, xullas baquvvat ovqatlanadigan juftliklar uchun ham ajoyib tanlov ekan. Bahor salati va achchiq-chuchuk salati ham ta'mi ham o'ziga xos. Ikkala oshga ham alohida mehr berilgani sezilib turibdi. Achchiq oshning achchig'i me'yorida, ko'zingizdan yosh keltirmaydi. To'y oshiga esa shirin ta'm ortig'i bilan berilgan. Yegan sari yeging keladi. Ikkala oshga ham qalin qilib kesilgan qazi, bedana tuxum, tok do'lmalari qo'yilgan. Ilik tushirish bo'yicha tajribam yo'qligi sababli bu mas'uliyatli vazifani oilamiz boshiga topshirdim. Lekin ukish ham naqd 8-urinishda bu ishni uddaladim. Shu kichkinagina shiringina ilikchani ham er-xotin kelishgan holatda 50-50 nayin qildik. Ular esa oxirgi gul uchi qolguncha paqqos tushirildi. Kelinglar, tavsiya qilamiz.